narsalardan hayratlanishim kerak. Qarang, gap u zot o'zining ustun ekanligini isbot qilishida emas. Agar siz bu zot uchun arzimas ekanligiga ishonsangiz, u zot aldaydimi? Yo'q. Shunday ekan, agar u zot bir ishdan qaytarsa, hech qanday savollarsiz qaytasiz. Unga savol bermasdan itoat qilinadi. Aha, lekin men uning yaratganlaridan hayratlanmayman, chunki bular u uchun hech narsa-ku. Ha, Alloh uchun hech narsa, lekin biz bilan taqqoslaganda axir ular mo'jiza-ku. To'g'ri. Bu biz bilan taqqoslaganda shunday. Shuning uchun butun koinotni hech qanday qiyinchiliksiz yaratgan zot alkogol iste'mol qilishdan qaytarsa, unga bo'ysunamiz. Ha, men unga bo'ysunaman, lekin men nega uning yaratganlaridan hayratlanishim kerak? Tushundim. Siz nega endi uning yaratganlaridan hayratda bo'lishimiz kerak deb so'rayapsiz? Agar men inson zoti karamli maxluq ekanini bilsam, bulardan hayratlanib Allohga hamd aytaman. Axir u zot meni bundan-da ikromli qilib qo'ydi. Tog'larni, yulduzlarni, quyoshni yaratgan Alloh zakirnakni ham yaratgan va inson uning yaratgan eng karamli maxluqidir. Shuni tushunishimiz uchun ham Alloh bizga boshqa narsalarni misol qilib ko'rsatadi va ularni hammasini ta'riflab tushuntirib berib, oxirida inson zoti eng afzal maxluq ekanligini aytadi. Shu yo'sinda biz tan olishimiz kerak, yaratuvchimiz bizni tanamizni, DNKmizni, molekulalarimizni yaratdi. Bular hech qachon tasodifan bo'lmaydi va shu tariqa bizni insonning yaratilishi ham hayratga soladi. Buning natijasida bizni yaratgan zotga bo'ysunamiz. Maxluqotlarini jozibasidan hayratlangan holda, u zot bizni yaratuvchimiz ekanligini va faqatgina u ibodatga loyiq ekanligini e'tirof etamiz. Boshqa hech kim bunga loyiq emas. Biz unga ibodat qilamiz, dunyo imtihonidan o'tamiz va jannatga kiramiz. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim. Agar Bill Gates menga $100 bersa, bundan hayratlanishim kerakmi? Uzr, bizni vaqtimiz juda chegaralangan. Siz va qolgan birodar va opa-singillar, iltimos, ertaga kelinglar. Juda kech bo'ldi. Men bunga oxirgi javobimni beraman. Agar Bill Gates sizga $100 bersa, nega hayratlanish kerak? Buni nimasi hayratlanarli? Do'stim, savol shuki, umuman Bill Gates sizga nega $100 berish kerak o'zi? Agar qaysidir yer qazuvchi $100 bersa, bundan umuman hayratlanmaysiz. Lekin shaxsan Bill Gates bersa-ya, nega u berdi? Nega boshqa birov bermadi? Nega? Agar qaysidir yer qazuvchi yoki ko'chadagi kimdir $100 berdi, Bill Gates-a? Bo'ldi, tushundim. Tushundingizmi? Ha, ana endi tushundim. Bu javob qoniqtirdimi? Ha, bu aniq javob. Allohning izni ila siz islomni yanada yaxshiroq o'rganasiz. Bill Gates menga pul berganidan emas, shaxsan o'zi menga pul berganidan hayratlanishim kerak. Alhamdulillah. Tushundim. Suhbat uchun ketgan vaqt o'zini oqladi. Alhamdulillah.